Shahrixon tumani Segaza mahallasida yashovchi 2007-yilda tug'ilgan shaxs ijtimoiy tarmoqlarga kirishi va turli O'zbekistonda taqiqlangan saytlardagi materiallar bilan tanishishi oqibatida diniy qarashlari o'zgarib, Suriya va boshqa notinch davlatlardagi xalqaro terrorchilik tashkilotlarining media markazi yo'lovchilari ta'siriga tushib, Instagram ijtimoiy tarmog'i va Telegramda Ahli Sunna editlar guruhini yaratgan va o'ziga Abu Bakr taxallusini qo'yib faoliyat yuritgan. Mazkur guruhga 8 nafar o'zi bilan tengdosh bo'lgan Shahrixon tumanidagi maktabda birga tahsil oladigan tengdoshlarni qo'shib, ular bilan shahidlik, jihod qilish masalasida suhbatlar olib borishib, hatto o'zlariga diniy taxalluslar ham qo'yishib, bugungi kunda notinch bo'lgan chet davlatlarga chiqib ketishni rejalashtirishgan. Andijon viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda olib borilgan tadbirlar natijasida mazkur jamoat faoliyatiga chek qo'yilib, guruh a'zolarining terrorchilik harakatlarida sodir etilayotgan xorijiy davlatlarga chiqib ketishlarining oldi olindi. Instagram orqali taqiqlangan videolarni, jihodga chorlovchi videolarni ko'rardim va men guruh ochganman. Ahli Sunna editlar va bu yerda sinfdoshlarni qo'shgandan keyin bu yerga o'sha taqiqlangan jihod va shu janglar to'g'risidagi videolarni tashladim. O'sha kanalda biz jihod videolarni ko'rib Suriyaga ketmoqchi bo'lgan she'rlarimni jihodga va bu yo'l xato ekan, ishonmamoq qiynalishimdan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 prim 1-moddasi 3-qismi G bandi hamda 244 prim 2-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.